Endi mustahab ismlar, qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi? Payg'ambarimiz sahih hadisda, Imom Muslimning sahihlarida keltirgan aytadilar, "Xoyrul asma'i Abdulloh va Abdurrahman." Ismlarning yaxshisi Abdulloh va Abdurrahman. Bu mutlaq afzal ismlar. Chunki payg'ambarimiz xoslab aytgan shu ikkita ism. Va umuman Alloh taoloning ismiga bog'langan Abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlardan hisoblanadi. Abdul Bori, Abdul Qodir, Abdul Malik, Abdul Rahim. Allohning ismiga bog'lanadigan Abdu bilan boshlanadigan ism. Yana bir hadisda inna khayral asma'i ma ubbida va humida. Albatta ismlarning yaxshilari Abdu bilan boshlanadigani va hamd bilan aytiladigani. Ya'ni man o'ziga so'zni hamd Abdullah tushunadi. Endi 3 ta hamd ati bor: Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bu uchala ismning o'ziga hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan, solih amallari bilan tanilgan kishilar, sahobalar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Xolid va boshqa ulug' sahobalarning ismlari. Bu ham chiroyli sanaladigan ismlardir. Yana mustahab bo'lgan ismlardan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarining ismlari, oilasining a'zolarining ismlari. Chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari. Ibrohim, Ismoil, Zakariya, Solih, Yahyo va boshqalar.